Mercedes banan butun boshli mashinalar tarixiga to'p burilish yaratgan, ya'ni evolyutsiya qilgan. Ya'ni ikkita eshikli kupelar bo'lgan oldin. Birinchi bo'lib 4 ta eshikli kupe aynan mana shu kuzovdan boshlangan. Mercedes banan deymiz, SLS kuzovi va 400 bu 3 litr biturbo motor. Banan xo'rlar, qattasizlar. Bu faqat kuzov shakli emas, orqa farasi ham bananga o'xshagani uchun banan deyiladi. Bundan keyin BMW va boshqa kompaniyalar 4 ta eshikli kupe chiqarishni boshlashgan. Bitta like bosingni. Agar siz banan qidirib yurgan bo'lsangiz, ishoning, shu kecha kunduzdagi O'zbekiston bozoridagi eng kalat variantlardan bittasi aynan shu bo'ladi. Chunki bu eng oxirgi ishlab chiqarilganlardan 2017-yilgisi, o'zi 2018-yilgacha ishlab chiqarilgan, bilasizku. Va 3 litr biturbo motor, probegi ham 75 ming ekan. Kraskasi toza, saloni ham, kuzov holati ham taniq bo'lib turibdi. Rostdan aytaman, agar bu sotilib ketsa, shu bilan qachonlardir banan sotuvga chiqadi, bilmayman, bunaqa oxirgi yillari. O'zi sanoqli buni 2017-yillar O'zbekistonda, bilasizku. Eskiroq yillarni balki topsangiz bo'ladi. Srochniga 55.800 ga atigi bosib olsangiz bo'ladi. Bosib oling, bunaqa narxga bananlar turmaydi. O'zi noyob kuzov, bunaqa yillilari ham noyob hisoblanadi jigar. Lekin yomon chiroyli apparatda любой erkak kishi, любой mashinani yaxshi ko'radigan odam aynan shu modelni yaxshi ko'radi. Bananni ham yaxshi ko'radi. Ishi